Azbek Temirovning jangiga sanoqli soatlar qolmoqda. O'zbek MMA'sining yorqin vakili Ramazon Temirovning ukasi Azbek Temirov 12 aprel kuni Yaponiyada Ryzen ligasida Ruya Fukudaga qarshi jang qiladi. Jang oldidan hamyurtimiz media kunida qatnashdi. Fukudaga qarshi jang Temirov uchun Ryzen ligasidagi debyut hisoblanadi. Kichik Temirovning raqibi 33 yoshli Fukuda Azbekka qaraganda ancha tajribali jangchi hisoblanadi. U hozirga qadar MMA'da 30 dan ortiq janglar o'tkazgan. Shubhasiz yaponiyalik MMAchi Azbek Temirovga yaxshigina qarshilik ko'rsatadi va bu bahs hamyurtimiz uchun qiyin kechishi aniq. Ma'lumki, Ryzen dunyoning eng nufuzli MMA ligalaridan biri sanaladi va eng qizig'i Azbek Temirovning akasi Ramazon Temirov ham aynan mazkur ligada muvaffaqiyatli janglar o'tkazib, keyinchalik UFC'ga yo'l olgan. Azbekka ham akasining yo'lini berishini tilab qolamiz. Bo'lajak jangni esa siz doimgidek Bugun Sport Telegram kanalida jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Hoziroq Telegram kanalimizga obuna bo'ling va hamyurtimizni qo'llab-quvvatlang.